Koinot, cheksizlik, jimjitlik, noaniqlik. Yulduzlar dengizi, sanog'iga yetib bo'lmaydigan galaktikalar. Ko'zimizga ko'rinayotgan olam esa mavjud koinotning bir bo'lagi xolos. Tumanliklar kosmik bog'dek ochilib rangga kiradi. Qora tuynuklar esa haqiqat tushunchasini buzib yuboradi. Galaktikalar milliard yillar davom etadigan sekin raqsda bir-biriga uriladi. Biznikidan million baravar yorug' yulduzlar bor va shunday bo'shliklar borki, ularni yorug'likning o'zi ham milliard yilda bosib o'ta olmaydi. Hamma joyda yaralish va halokat. Yulduzlar tug'iladi, yulduzlar so'nadi. Sayyoralar paydo bo'ladi, sayyoralar yo'q bo'ladi. Va ko'zimiz qamrab olganidan narida yana bor, yana va yana. Tasavvur ortidan ham uzoq cho'zilib ketgan cheksizlik.